Jig'ildonim qaynaydi, tez zarda bo'laman debsiz. Bitta sizning savolingizga atvet qilib, yana 2-3 ta foydali giyoh aytib o'tamiz. Quloq soling do'stlar. Mana shu podorojniga zubturum, bargizul. Agar sizda jig'ildon qaynash bo'lsa, tez zarda bo'layotgan bo'lsangiz, oshqozoningizda yazva, gastrit, yallig'lanishlar bo'lsa, xudo xolasa uy sharoitida bepul maslahat. Juda ko'p insonlar bundan iste'mol qilgan va foydasini bilgan. Instagram qo'yamiz shu videoni. Yaxshi bo'lgan insonlar juda ko'p, kommentariyada kutamiz. Bu bargizulf birodarlar mana shuni o'zini yulib olib, hozir 2-3 oy hamma joydan topsangiz bo'ladi bemalol. Bargini yulib olib chaynab yeysiz yoki sokini chiqarib, kuniga 50 grammdan 2 mahal ovqatdan keyin iste'mol qiling. Zarda bo'lmaysiz xudo xolasa. Oshqozon, yazva, gastritdan qutulasiz. O't qopingizda dimlanish, zagib-zaporlar bo'lsa, hammasidan qutulasiz xudo xolasa. Ich qotishni davolaydi. Daji iste'mol qilsangiz gemoroyni ham davolaydigan xususiyatga ega. Mana shu zarda bo'lsangiz, mana shuni iste'mol qiling bepul. Agar buni topa olmasangiz, bozorlarga borsangiz, quritilgani bor. Mana bu giyoh bo'lsa, juda ko'p insonlar biladi. Momo qaymoq, ya'ni advanchik. O'zi gullab bo'lgan tomiri shifo, bargi shifo. Jigardagi tiqilmalar, jiravoi gepatozlar, jigar qotishlarga juda katta yordam beradi. Ko'p insonlar biladi. Buni ham bargini yulib olib, tomirini yulib olib, damlab iching, xudo xolasa effekt bo'ladi. Mana bu bo'lsa devpechak birodarlar. Vitiligani qo'ldagi, oyoqdagi opsh inson organizmida oq dog'lar bo'lsa, mana shuni sokini chiqarib sursangiz yoki damlab ichsangiz, bir choy qoshiq quritilganini 300 gram qaynagan suvga yarim soat damlaysiz, tayyor bo'lsa, 150 gramdan 2 mahal iste'mol qiling, sokini chiqarib, o'sha badandagi oq dog'larga suring, xudo xolasa effekt beradi.